Buludu dostum müşük, İslamның 3-cü şərti roza tutuş. Rozaның paydası nəhayət köp. Balağatga yetgan hər bir musulmon Ramazan ayida roza tutuş kerak. Ramazan rozası hicratning 2-yili farz qilingan. Dinimizde rozaның fazileti büyük. Peygamber aleyhisselam hayatında 9 Ramazan rozası tutkan. Rozaның faydalarını sözleştim burun. Senden bir sual sorsam bulamdı dostum Bulbul? Albatta buludu dostum müşük. Qani merhamet. Dostum Bulbul, g'ayvat shikoyat haqida nima deysan? G'ayvat shikoyat dedingmi? Nereden chiqdi bu gap? Biz hayvonlar g'ayvat shikoyat qilmaymiz-ku? Men hayvonlar g'ayvat shikoyat qildi demoqchi emas. G'ayvat shikoyat haqidagi ko'z qarashingni so'rayapman. Sana o'zimning tushuntisini emas, har bir so'zi oltindan qimmatli bo'lgan bir olimning so'zini deb beray. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, hech kimning orqasidan gap qilma. Bo'lmasa, yaxshi odamni yomon qilib qolmasdan, yomon odamni texmi yomon qilasan. Kimki palonchi yomon desa, oqibatda o'zining aybini ochgan bo'ladi. Başqalarning kamchiliklari haqida so'z ochganingda, demakchi bo'lganing to'g'ri bo'lsa-mu, natijasi yaxshi bo'lmaydi. Bo'libmi roza tutib, g'ayvat qilguvchilar eg'izini avval yomon so'zdan tarsin, undan keyin yemak-ichmakdan saqlasin. Ya'ni birining ismi chiqqan hamon avval uning ortiqchiliklarini ko'rishimiz lozim. Hammadan muhimi g'ayvat shikoyat qilish dinimizda cheklangan. Bo'libmi Ramazonda ko'ngilni go'zallik bilan bezishimiz lozim. Acayip yaxshi. Bugün Ramazanның 1-kuni. Roza tutimiz şundaqmı ana? Şundaq. İslamның 5 şərtidən biri roza tutuş oğlum. Sana roza haqida dadang sözləb bəsin. Mən iftarga tayyorlik qilay. Namaz şamğa azan chiqishdan burun tamaq tayyor bo'lish kerak. Hammamiz azanning chiqishini taqozolik bilan kutayli. Canım dada, İslamның 5 şərtidən biri bo'lgan roza haqida sözləb bering, ha? Oğlum, Ramazan rozası hicretning 2-yili farz qilingan. Allah Taala Qur'oni Karimda mundaq degan: Ey müminler, saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga roza farz qilingandek, sizlarga mu Ramazan rozası farz qilindi. Shu sababdan roza tutish farzdir. Balog'atga yetgan har bir musulmon Ramazan oyida roza tutishi kerak. Rozaning fazilati nihoyatda buyuk. Yana kelib roza gunoh, masiyatlarga qarshi qalqandir. Ramazonda tutilgan roza uningga bo'lgan hurmat, ko'ngillarni yumshatadi. Roza tutqanlar yo'qsullarga texmi marhamatli bo'ladi. Roza tan salomatlikni yaxshilab, ma'naviyatimizni beyitadi. Tamaq tayyor bo'ldi. Lekin dasturxondagi ne'matlarga darhol qo'l uzatsak bo'lmaydi. Chunki qo'limiz duoda, ko'nglimiz hayajonda azonning chiqishini saqlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Perverdigarım,
sening rozlig'ing bilan ro'za tutdik. Sen bergan rizq bilan eg'iz ochdik. Bizga xotirjamlik va salomatlik ato qilgin. Amin. Amin. Allahu akbar. Nima degan yiqimliq sado, ha? Qo'llar Allohning ehson ikromi bilan to'lgan dasturxonga bismillah deb uzatiladi. Tillar ey Allohim, sen uchun ro'za tutdim, sana ishondim, sana tavakkul qildim, sen bergan rizq bilan iftor qildim deb duo qiladi. Bu xil huzur alovat tuyg'usi, bundaq baxt saodat kayfiyati, bu xo'shallik manzarasining hamma yerda bo'lishi natoyin. Bu ko'rinish dunyodagi jannatga o'xshaydi. Keşlikinglar xeyirlik bolsun dostlar. Ahmetning ata-onasi bilan qilishgan roza haqidagi paranglarni angladinglar, shundaqmi? Mening quliqim bek sezgur. Ormanning eng ishkirisi bo'lsam-mu, yiroqdagi ovozlarni yaxshi anglay olayman. Roza haqida yaxshi paranglarni qildi. Hammani anglab turdim. Sizlarmi bütün ishtiyoqinglar bilan angladinglar-ku deyman. Ey Börçak, senin qulug'ing sezgur bo'lsa, bizning seninkidinmi sezgurjimi? Shundaqmi do'stlar? Men o'ylaymanki, hozir bizni ko'rayotgan bütün do'stlar Ramazon to'g'riliq deyilganlarni astoydillik bilan anglayotidi-ku deyman. Voy do'stlar, Eyik birodar aytgandek, hammanglar roza haqida so'zlangan ma'lumotlarni ko'ngil qo'yib angladinglar. Chunki bularni har bir musulmon yaxshi bilishi kerak. Aslida men Eyik bilan ancha chiqisha olmayman. Lekin aramızda İslamning shartlari to'g'risida parang bo'layotqachqa, onun fikirlariga qo'shilaman. Men bu bo'rini ancha yaxshi ko'rib ketmayman. Ammo temimiz İslamning shartlari bo'lg'achqa, bo'ri aytgandek uning bilan o'xshash qarashdiman. Endi Ahmet va oilasining parangiga quloq solayli. Qandoq deysizlar? Shundoq qilayli. Sizlar mutaqassislar-g'o deyman. Shundoq emasmi, do'stlar? Undoq bo'lsa davomlashtirayli. Ey do'stlar, mana Ahmetning uyigimi kelib qoldik. O'g'lim, namoz shamni uyda o'qidik. Taravih uchun masjidga boraylik. Shundoq qilayli dada. Chunki jamoat bilan o'qilgan namoz ko'ngilga huzur bag'ishlaydi emasmi? Ro'za tutishning o'zi bir xil huzurdir, o'g'lim. Ramazon muborak oy. Ramazon ro'zasi ro'za etqichi tutiladi. Ramazon oyi 29 yoki 30 kunda tamomlanadi. Dada, nimishqa Ramazon ro'zasi deysan? Yana boshqa ro'zalar bor o'xshamamdi? Albatta boshqa ro'zalarmi bor, o'g'lim. Amsa farz qilingan ro'zadan boshqa qanday ro'zalar bor dada? Farz qilingan ro'zadan boshqa vojib va nafl ro'zalar bor, o'g'lim. Dada, undaqda farz qilingani Ramazon ro'zasi ekanda? Shundoq o'g'lim.
Pariz bo'lgan roza Ramazon oyida tutiladigan rozadir. Bu rozaning o'zri sababidan vaqtida tutilmasa qazosi, qasdan buzib etsa jazosi bor. Dada, qandaq kishilarga roza farz bo'ladi? O'g'lim, rozaning farz bo'lishining ikki sharti bor. Biri musulmon bo'lish, yana biri aqli o'shi joyida balog'atga yetgan bo'lish. Dada, bemorlar bilan yo'lovchilar qandaq qiladi? O'g'lim, agar salomatligi yor bermasa, roz tutmay saqayganda to'liqlab tutib olsa bo'ladi. Ish cho'ng, og'riqsiloq kishilar roz tutmay har kun uchun bir miskinni to'yg'izadi. Yo'lovchilarmi safarda roz tutmay keyin tutib olsimi bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq degan: Farz qilingan bu roza sanoqliq kunlardadir. Lekin sizlardan kim kasal yoki safar ustida bo'lib roza tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlarni, ya'ni qazosini boshqa kunlarda tutsin. Rozni qiyirliq yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tomoq fidya berishi lozim. Kim ixtiyori holda bir yaxshilikni qilsa, u uning uchun eng xayrli. Agar biladigan bo'lsanglar, roza tutishinglar sizlar uchun eng xayrlikdir. Roz tutush musulmonlar uchun baxt saodatdir. Allohga ming shukri, biz roza tutamiz. Avval zo'liq yeymiz. To'g'ri deding ana. Sen aytgandek oldi bilan zo'liq yeymiz. Ondan og'zimizni chayqab niyat qilamiz. Bomdodga azon chiqishi bilan tang yemek ichmakni to'xtatamiz. Kun o'ltirib namoz shamga azon chiqishi bilan tang iftor qilamiz. Ana undaqda gulpurash rozini buzamdi? Buzmaydi o'g'lim. Ammo roz tutgan kishi qasdan bir narsa yeb issa rozisi buzuladi. Ana seg'iz chayinsaq rozimiz buzilamdi? Albatta buzuladi o'g'lim. Qani o'g'lim, taravihga kechikib qolmaylik. Masjidda o'rin qolmay qolmasin yana.